Hozir bu yerda chetdan kelgan hech kim yo'q. Hamma Beruniydan kelgan, ha? Mening fitness trenerim bu Zulfiya Udayeva. Ochiq eshiklar kunini o'tkazayotir fitness zalimizda. 105 qilaydim. Hozirgi kunda 68 kiloman. Bu sog'lomlashtirish markazini 2017-yilda o'zim kirib kelgan bo'lsam, 2018-yilda Правильный питание klubini ochishga erishdim. Sog'lomlashtirish markazi to'g'ri ovqatlanish yordamidan nafaqat katta yoshdagi odamlarga, o'z yoshina nisbatan perevez bo'lib ketgan do'mboq bolajonlarga da yordam berib kelmoqda. Herbalife kompaniyasining maqsadi va missiyasi haqida gapirildi. Maqsad insonlarni faqatgina sog'lom qilish emas, ular uchun biznes eshiklarini ochib, moliyaviy imkoniyatlar yaratib berish. Professional mutaxassis bilan osonmasdan chiroyli ozishlanishda yordam beramiz. Chiroyli kasb egasi bo'lishga ham yordam beramiz ekan. Toshkentdan tashrif buyurgan hurmatli mehmonimiz bor, ustozimning ustozi. Sevimli ustozim, quyoshim, yo'lchi yulduzim deb hisoblayman. Salimaxon Usmonovani kutib oldik. Kelajakda hayotda har doim sog'lom, yosh, daromadli bo'lib yurishinglarni hammanglarga tilab qolaman inshaalloh. Klubga kelib maqsadingizga erishdingizmi deb suhbat o'tkazdi ayollar bilan. 25 kilo vazn tashladingiz mahsulot bilan. 127 dan 80 ga tushibdi shu ayol. Sog'lom turmush tarzida hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Nima uchun men bu biznesdaligimni sizlarga tushuntirib o'taman. Meni shu kasb orqasida bu. Ham sog'lig'im bor, ham daromadim bor, ham sayohatim bor. Demak, har birimiz shu sohada ham sog'lom, ham daromadli bo'lishimiz mumkin ekan. Sekin-sekin etaplari bor ekan. Ma'muni keladigan joyi. Stajyorlar bilan suhbatlashdik. Bular ozish uchun kelib ishlab qolib ketgan qizlar 5 milliondan 15 milliongacha daromadi bor ekan. Yanada yuksalib klub ochganlar oho degan dollarlar oladi ekan. Ustozimga havas qilamanda, dim chiroyli davlatlarda sayohatda bo'lgan. Biznes boshlasanglar, sirasi 50 yil ishlashni boshlaysizlar. Mazmunli suhbat uchun, bizlarga yo'l yo'riq ko'rsatganingiz uchun kattadan katta rahmat ustozlar.